Xo'p, demak, hozir o'quvchilar matematika darsida olgan bilimlarimizni mustahkamlash maqsadida sizlar bilan ajoyib bir metoddan foydalanamiz. Metodimiz nomi 3 tilak deb nomlanadi. 3 tilak metodi bizni ertaklarga sayohat qildiradi. Diqqatimizni do'stga qaratamiz. Demak, uchar gilamda uchib kelayotgan yigitlar, ya'ni 3 ta yigit bolamiz bor, 3 ta yigitimiz bor. 3 ta yigit uchar gilamda uchib kelyapti. Demak, sehrli chiroqni oldiga. Bular o'qigan, zukko, bilimdon yigitlar uchar gilamda sehrli chiroq oldiga kelishadi. Sehrli chiroqqa yetib kelganda, sehrli chiroq ularning 3 ta tilagini ro'yobga chiqaradi. Shuning uchun har bitta qatorimiz uchun o'qigan, zukko, bilimdon yigitlar uchar gilamda uchib ketishyapti. Demak, bulutchalarimizda maxsus matematikaga oid misollarimiz berilgan, shakllarni, yuzini, perimetrini topishga oid misollar berilgan. Demak, shularni yechasiz, o'zingizni qatoringizdagi yigitga yordam berasiz. Demak, sehrli chiroqqa yetib borish uchun va 3 ta tilagini ro'yobga chiqarish uchun sizga yordam berasiz. Bu yigitlarga, sizlar esa bu yigitlarga yordam berganingiz uchun natija zo'r bo'ladigan bo'lsa, birinchi yetib boradigan bo'lsa, sehrli chiroqqa. Demak, g'oliblikni siz qo'lga kiritasiz va siz ham niyat qilsangiz, 3 ta tilagingizni sehrli chiroq ro'yobga chiqaradi. Tayyormisiz? Tushunarli bo'ldimi? Unda boshladik. Tayyor bo'lsangiz, har bitta qatordan bittadan o'quvchi chiqadi. Ketdik, chiqamiz. Bo'la qoling. Olasiz, bulutchadagi topshiriqni bajarasiz va uchar gilamdagi yigit o'sha har bitta bulutdagi topshiriq bajarilganda bittadan yaqinlashib sehrli chiroqqa ucha boshlaydi. Ketdik. Yaxshi, tezlashamiz. Qani keyingi o'quvchi. Yaxshi, tekshiramiz. Keyingi o'quvchilar chiqadi. Savollar, topshiriqlar bajarilgandan keyin bitta pog'ona ko'tarilaveradi. Keyingi o'quvchi tayyorlaning. Yechib bo'lishdi bolalarimiz. Bo'ling, tez-tez. Keyingi o'quvchi tayyorlaning. Chiqamiz keyingi o'quvchi. Tushirib qo'ying. Gilamni o'chiradi. Keyingi, chiqing birinchi qatordan. Gilamni o'chirib qo'yamiz. Uchar gilamni. Keyingi qanaqaga ketdik. Chiqing. Dildora bo'ldingmi? Tekshiramiz. Keyingi o'quvchi. Qani. Tayyorlaning o'rta qatordan. 3-qatordan o'quvchi chiqadi, bo'la qo'ying. O'tiramiz. Endi natijalarga qaraymiz, misollarimiz qay darajada to'g'ri yo noto'g'riligini tekshirib olamiz. Natijalarga qaraymiz, 3 ta qator ham o'zini faolligini oshirishdi va shakllarni, yuzini, perimetrini topishga oid bo'lgan misollarni yechib to'g'ri yechishga harakat qilishdi. Bu yerda tezkorlik ham inobatga olinishi kerak edi. O'rta qatorimizni uchar gilamidagi yigit birinchi bo'lib sehrli chiroqqa birinchi yetkazib olib kelishdi. Bulutdagi topshiriqlarni birinchi bo'lib bajarishdi va uchar gilamidagi yigitni birinchi olib kelib, o'sha 3 ta tilagini ro'yobga chiqarishga yigitga yordam berishdi va bular 5 ballni ham qo'lga kiritishdi. Endi sizlarni ham xudo xolasa 3 ta tilaginglar ro'yobga chiqadi. Qancha jalb qilamiz?